Bir yigit, mayxo'r bir yigit Alloh qalbiga bir insof berib, shu menam bir yoshim katta bo'lib qoldi, bir masjidga boray deb peshin namoziga ketdi. Namozga kelsa, farz namozida turganda telefonini o'chirish yodidan chiqibdi. Farzda turgan chog'ida telefoni jiringlab ketibdi. Namozdan keyin odamlar yopirilib kelib, haligi yigitning ustiga qanaqa odamsan, ahmoqmisan, jinnimisan, nega telefoningni o'chirmaysan, bunaqa qilsang nega namozga kelasan, nega halol berasan deb turib, 3-4tasi yopirilib kelib vajohat bilan yigitning ustiga kelib shu gapni gapiribdi. Qo'rqib ketibdi. Chunki u bilmay qoldi. Yodidan ko'tarildi o'chirish. O'zi birinchi kelishi ekan, Alloh bir tavfiq berib. Xafa bo'lib to'g'ri qatnab yurgan qahvaxonasiga boribdi, mayxonasiga. Borib quy debdi. Ko'tarib bittasini ichibdi. Yana quy debdi, yana ko'tarib ichibdi. Uchinchisini quyib qo'ygan ekan, xayol og'ushida o'tirsa, qo'li stakonga tegib tushib ketibdi. Chil-parchin bo'lib yerga sinibdi. Bu endi bu yerdan ham bir qattiq gap eshitaman deb tursa, o'sha yerning egasi kelibdi-da, yelkasini silab, xijolat bo'lmang debdi. Haligini singaniga xijolat bo'lyapsizmi? 100tasi sinmaydimi debdi. Insonning qalbi sinmasin debdi. Qarangki, birgina o'sha yerdan shirin so'z topgan yigit yana o'sha ishni davom ettirib, o'sha yerni doimiy yana mijozga aylanibdi. Nega biz yaxshi so'z ayta olmaymiz? Bir-birimizga qo'pol gapiramiz. Ko'chalarda yurasizlar, sal yo'lingizni to'sib qo'ysa, sal sizga halol bersa, ana keyin aytishni ko'ring. Oldingizni to'sib, nimalarnidir gapirib, nega musulmonlar bir-biriga yaxshi gap gapira olmaydi? Nega biz bir-birimizga shirin so'z ayta olmaymiz?